Oddiy shu g'ishtlar ustida yurish qanaqa qiyin a? Sirat ko'prigidachi. Alloh oson qilsin. Jannatga kirish oson emas. Bismillah, assalomu alaykum. Ba'zi bir yoshlarimiz bu loyda nimaligini esdan chiqarib qo'yapti. Unutmaylik, shu loydan yaralganmiz. Nima demoqchimiz? Bo'sh, bekor. Shu kerak emas narsalarni ko'rib TikTok, Instagram desa kunini tunini bitta o'tkazib yuboryapti. Nimaga kelganini ham bilmayapti. Yana nima deb qo'yishadi? Kuzatyapmiz, zo'r ishlar bo'lyapti, xizmat bo'lsa deyishadi. Xizmat mana desak, lekin kelisholmaydi. Chunki bu loyga ancha-munchasi ham chiqolmaydi. Baland basu ancha-munchasi chiqolmaydi. Bu gap bilan biz endi loyda ishlayapmiz, biz chiqaryapmiz degan emas. Do'stlar, nima xizmat? Aka, bizga ham ayting deyshadi. Videoni ko'rib turib, bitta like bosib qo'yishga yaramaydi. Bu like bizga qiziq emas aslida. Biz qilayotgan ishimiz bu xolis o'zimiz uchun, oxirat uchun inshaalloh. Alloh taolo riyo sunnadan o'zi saqlasin. Mana shunaqa narsalarga guvoh bo'ldik. Ayollarimiz musobaqalashishdi. Xolis ko'ngillilarimiz keldi, mana xizmat qilishyapti. Bugungi kunida mana hashar qilgan bo'lsak, bu joyda hali ko'rsatganimiz yo'q edi. Yana bir shunaqa ko'yni yarim, mehrga muhtoj boquvchilarni yo'qotgan bir oilalarning uylarini qilyapmiz. Betonlari quyilib, shu penoblokmi nima, gazoblokmi shunaqadan urib ko'tarilib, seysmopoyezlar quyilib, to'sinlari tashaladi. Bugun Dilshodjon domla ketamisiz? Ana Dilshodjon domla kelib zarduvorlarni urib, ustalarimiz bilan birgalikda shu tomni loyini ham bosib bo'ldik. Necha xona hozir uyimiz? Ish ko'pligida, uylar ko'pligida necha xonaligini ham to'g'risi esdan chiqarib qo'yapmiz. Necha xona tomimiz Dilshodjon domla? Necha xona tomimiz? 5 xona. Yetarli bo'pti o'zi. 5 xona. 5 xona. Havoli birodarlar, hali bu ishlari ko'p, buyxonalari, boshqalari ko'p. Xudo xolasa ishimiz to'xtab qolganini qarang. Qor aka, Allohga tavakkul qilib boshladik. Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo o'zi meni yetkazib qo'ydi. Hali ertalabda kelib ishni boshlaganimizda shu g'isht toshib bergan akalarimiz o'zi arzon narxlarda olib kelib berishadi. Chiroyli himmat qilib xizmat qilishadi. Yana suvlar bilan kelibdilar ertalabda. Xudo rozi bo'lsin. Hormayladim. Shu bo'yicha ishlar boshlandi. Bir nechta insonlar to'g'risini ayt bozorcha bo'lib qoldi kichkina. Tarvuz, qovun, non, shashlik, tabaki hamma yo'q, alhamdulillah. Marojnalarni aytmaysizmi? Hozir endi kechga bitta o'zi tushligimiz nima bo'ladi, obedimizni bir hazil huzur bilan Dilshod akam bilan, Xod akam bilan shuni nima qildik. Kuzatuvchilarimiz Telegram, Instagram shunaqa faollari, kuzatuvchilarimiz kelishib hormaylar bir nechtalari to'ldirib yuborishdi. Yana aytamiz, hatto ayollarimizgacha kelib labbay nima xizmat deb, Xudo rozi bo'lsin. Kim nima qilgan bo'lsa, inshaalloh nimani bergan bo'lsa, o'shani oladi. Xudo xohlasa. Ehsonning mukofoti albatta ehson. Do'stlar, shu uylarimizdan bitta joyda boshlab qo'yganmiz. Yoshlarni bitqizib qish qolmasdan, sovuq tushmasdan shularni uylariga olib kirib qo'ysak inshaalloh. O'ylang, siz u biz issiqqina uylarda, turli xil taomlarda o'tirsak-ku, endi bu otasiz, ko'yni yarim shunaqa bolajonlarimiz sovuqlarda birovlarning uyida turishsa, buni ko'rib biz maza qilmaymiz-ku. Like so'rasak, shularni ko'proq odamlar ko'rsin, xayrli ishlar ko'proq bo'lsin yoki yana shunaqangiz muhtojlarimiz bo'lsa, shularga bir xizmat qilaylik degan maqsadda like so'raymiz. Mana shuncha videoni ko'ryapsiz. Keyin ko'ramizda, bitta shuni like bosib qo'ysak, bizdan hech nima ketmaydi. Qaysi tomondaligimizni bildirib, bitta iltimos, befarq bo'lmasalaringiz,
katta raqamlarimiz, qo'limizdan kelganicha musofirlarimiz va o'zimizdagi tadbirkorlar, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Qachon bir shunaqa bir videolar qilib sizlarga yuzlanadigan bo'lsak, labbay deb har bir shunaqa nimalarimizga befarq bo'lmaysizlar-da. So'rovlarimizga. Xudo rozi bo'lsin. Mana hozir ham qarang, 10 tadan ortiq odam shu yerda bitta harakat qiluvdik. Tom o'sha loylari bosilib, zarduvorlar urilib bo'ldi. Ko'pchilik bo'lsak aytamiz shu uchun. Ko'p ishlar qilamiz inshaalloh. Do'stlar, bir narsa meni juda ta'sirlantirdi. Ya'ni hammamizning boshimizda bor. Yaqin ukamiz bor edilar. Xudo rozi bo'lsin. Namozxon bola, qori bola, hatto shu Qur'on musobaqalarida qatnashgan bir ukamiz bordilar. Qarang, omonatni topshirdilar. Hali shu gapni biz eshitib, inna lillahi va inna ilayhi rojiun duo qildik. Nima demoqchimiz? O'lim bir kun hammamizga bor. Hammamizga bor, do'stlar. Qachonligini bilmaymiz, qattaligini bilmaymiz. Shu topayotgan mollarimiz, dunyolarimiz hammasi qoladi. Keyin shu asli begonalarga qolib ketadi, qarang. Farzandlarimizga deymiz, farzandlarimiz farzandlariga deydi, ular ham shu farzandiga deydi. Lekin nasib qilsa-yu, deb olib qarasak, shu nimaga o'tib ketar ekan avlodga. Shu dunyoda muhtojni bilyapti. Qo'ldan kelganicha ehsonimizni qiladigan bo'lsak, inshaalloh shu dunyoyimizga foydali, oxiratimizga inshaalloh zaxira bo'ladi. Ba'zi bir shu negativchilar bu achki olib tagarchilikka emas. Insonning o'zining sog'lig'i uchun obto, issiq, issiq ham zakaznoy havolar bo'ldi. Dilshodjon domla, qarang mana. Aytaman, ko'ngillilarimizni qarang. Saxovatchilarimizni qarang. Bozorcha qilib yuborishda xarajatlari olib keldi. O'tib ketayotganlar ko'rib birorta joyga dam olgani ketyapti, ularni minib olishdi. Qarang, dam olgani ketyapti, shunaqangi chiroyli bir xarajatlar qilib boramiz. Aslida shunaqa ishlarga hammamiz bel boylashimiz kerak. 5 xonami? 5 xona uyni tomi qarang, g'ishlari urilib, loylari bosilib, xudo xolasa tayyor. Tom yopilishi kerak. Iltimos qilamiz. Shu videoni kengroq tarqatib, podelitsiya qilib, yaqinlarga bir jo'natib qo'ysak, inshaalloh ularda ham bir ehsoni bordir. Nima deydi? Shuna insonlar bor. Kimgadir saxovat qilaman, kimgadir bir xizmat qilaman deyotganlari bilmaymiz-ku ularda. Shunaqa oqtarayotganlar bo'lsa, iltimos shu videomizni kengroq tarqatib, like bosish yana. O'zimiz uchun bas do'stlar. Hozir Shojon nomlar, bugun xudoga tugatib orar ekanmiz-a. Yaxshi ishladimmi? Hatto. Biz yo, biz shunaqa odam emasmiz. Mana mazza qilib, yayrab ishlayapmiz. Hozir aytayapti o'g'lim. Ba'zi bir yoshlarimiz bu loyda nimaligini esdan chiqarib qo'yapti. Shojon nomlar. Bu nima bu siz loyligini esdan chiqarib qo'yapti. Alloh taolo bizni shu loydan yaratgan. Va yana shu loyga qarang, to'poq bo'lib yo'q bo'lib ketamiz-da. Shu bitta nimamiz tugadi. Qani? Xudo xolasa, kelsin. Yana boshqa joyda qurilishlarimiz bor. Qachon nima qilaman deyotganlar, iltimos. Ishda davom etinglar. Biz yaxshilikni ilinamiz sizlarga inshaalloh. Faqat yaxshilikni. Berganimiz o'zimizniki bo'ladi, xudo xolasa. Miqlar tomda boshlasak bo'laveradi yani. Shojon domla, zarduvorlar bo'ldi, loy bosildi. Endi tom yopishga navbat. Yana endi azizlarimizga, ko'ngilli sahihlarimizga yuzlanamiz. Aslida bu videoni bejizga ko'rmayapsiz. Alloh taolo sizni shu ehsonga sherik qilgisi kelyapti. Shu videoni ko'ryapsiz. Imkon qadar qo'limizdan kelganicha. Azizlar, to'xtab qoluvdi, tavakkul qilib Allohga boshladik. Chiroyli holatda mana loylar bosilib, zarduvorlar urilib tamomladik. Endi yana ozgina bir harakat qilsak, xudo xolasa tomi ham yopilib qoladi. Xo'p, shanba kundanmi? Shanba kundan xudo xolasa tom yopishni boshlaymiz. Taxta bozordagi savdogar akalarimizga qachon borib yuzlangan bo'lsak, befarq bo'lishmagan, qo'limizni quruq qaytarishmagan, shu taxtalardan chiroyli-chiroylilardan berishib, biz ham qissamiz qo'shilsin deyishgan edi. Xudo xolasa endi biz qachon shanba kuni chiqamiz? Xo'p, shanba kuni taxta bozorga boramiz. Shu hozir zaruriyat bo'ladigan narsalarni olib kelsak-da, shu ishlarimizni boshlasak. Yana aytamiz do'stlar, 4 kunda havo sovib qoladi. Bular endi yana ijara yoki shu birovlarning uyida yurmasdan o'zlarining uylarini bitqizsak. Siz u biz yana aytamiz, issiq uylarda, turli xil taomlarda, televizor, konditsionerlarda o'tirsak-ku, bu endi shunaqa boquvchilar yo'q, mehrga muhtoj bolajonlarimiz va opalarimiz. Endi sarsonlikda turishsa, bu unda
hech qanaqangiz tomonga to'g'ri kelmasa kerak. Qalblarimiz Xudo xolasa o'lmaganligini bildirgan holatda do'stlar imkon qadar ehsonimizni qilamiz. Musofirlarimiz befarq bo'lishgan yo'q va o'zimizdagi tadbirkorlar, ayollar, onalar, opa-singillargacha bo'lyapti bu ishlarda musobaqalashyapti. Aka, yuraveramiz. O'tiraverasiz. Falon bola kelib turibdi. Hatto mana qarang, shu bolajon chetga chiqishi bu katta jasorat. Qarang, shu bola chetga kelishi katta jasorat. Buni birov majburlamadi. O'zi kirib dadalariga bugun men chetga hasharga chiqaman debdi. Otangga rahmat. Yaqin o'rtada eshitmagan va ko'rmagan narsamga bugun guvoh bo'lib eshitdim, ko'rdim. Nima desiz? Shu bolajonlar assalomu alaykum. Ormen tog'a deb kelishdi. Buni hozir to'g'risi ancha-muncha yoshlardan ko'rmay qoldik. Ne qilib odamga urilib ketyapti, mashina chiqyaptimi, yo'liga ham chiqib oladi shu telefonga qarab. Shu bularni shu otalari shunaqa o'rgatyapti ekan-da, yosh kattalarni ko'rganingda assalomu alaykum deb salom bergin, borib so'rashgin deb aytishgan. Mana shu bolalarda shu narsani ko'rdik. Yaqin o'rtada bunaqa to'g'risi yosh bolalarda bunaqa narsa ko'rmayapti u. Hatto do'konlarga kirib ham salom bermaydi. Bir narsani so'rash kerak bo'lsa salom bermasdan bunaqa joy qatta deydi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz degan narsalar shu yoshlarning ichida yo'qib ketyapti. Ota-onalarimizga iltimos qilardik, farzandlarimizga shu narsani bir o'rgatib tushuntirib borsak. G'alati tuyuldi to'g'risi, men ish qilyaptim. Assalomu alaykum, Hormen tog'a deb kelishdi. Bu bir narsa so'rarmikin, nimaga buni deb kelsam, Hormenlar deb ishga chiqqan ekan. Otasiga rahmat shularga. Xo'p. Endi biz Xudo xolasa shanba kunda shu boshlaymiz endi qurilishlarimizni. Do'stlar, yana to'xtab qolmasin. Yana aytamiz, shu Allohga tavakkul qilib boshlayapmiz. Alloh mehribon. Shuncha ishni Allohning izni bilan va siz sahiylar sababligingizda qildik. Iltimos, yana shu like bosing. Jo'nating yaqinlarga. Kommentariyaga bitta duo qilib qo'ying. Hech shunisiga yaraylik. Shuna insonlar o'sha ko'rib turib xursand bo'lyapti. Shu videolarni jo'natishayotganini ko'rib biz ham xursand bo'lyapmiz. Endi nima qilsak o'zimiz uchun, oxirat uchun bo'ladi, Xudo xolasa. Inshaalloh jannatdagi uylarimizni bitkazayotgan bo'lamiz. Shu gap o'zi katta gap. Shu borada yana bir narsani aytamiz. Biz ehsonni nima maqsadda qilayotgan bo'lsak, biz adashgandurmiz, lekin Alloh taolo adashmaydi. Biz unutarmiz, Alloh unutmaydi. To'g'rimi? Nima maqsadda qilsak, inshaalloh innamal a'malu binniyat. Xudo xolasa niyatlarimizni chiroyli qilib, amallarimizni xolis qilsak, hammasi zo'r bo'ladi. Qolamiz o'sha shanba kundan Taxta bozorga chiqib, podalarimiz va oladigan nimalar olamiz endi? Strapilalar olamiz. Shiprimiz bor, eng qizig'i, shipr bor. Do'stlar, befarq bo'lmaylik. Like bosib jo'natib, duo qilib kommentariyalarimizda. Xudo xolasa shu tomondan bir-birimizga qaddesha qilib turamiz, inshaalloh. Salomat bo'linglar. Ko'ngilli sahiylarimiz, to'xtamaylik. Shu berayotganimiz o'zimizniki bo'ladi. Hada uy qurayotgan bo'lamiz, Xudo xolasa. 5 mingmi, 10 mingmi, 100 dollarmi, 50 dollarmi nimaga qodirmiz, nimaga kuchimiz yetadi? Bejiz emas, Xudo xolasa. Shu zaxira, shu foydalisi, Xudo xolasa. Omon bo'linglar. Xizmatlarda davom etamiz. Rahmat hammalarga.